Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Demak, sizlar bilan GS Invest Trading o'quv markazidan forex fond va kriptovalyutalarni tahlil qilishda davom etamiz. Demak, davom etamiz tillarni analiz qilishda. Demak, D1 grafik bilan har doimgidek boshlaymiz. D1 grafikida ko'ryapsizlar, bozor hattoki 4133 levelni ham demak proboy qildi va zakreplение bo'lyapti. Скорее всего endi nima kutish mumkin bu yerdan. Demak, bozor to есть agar bu zakreplение bo'ladigan bo'lsa, bu yerda keyingi kun retestdan keyin qanaqadir ABC korreksiya bo'lishi mumkin. Elliot to'lqinlari bo'yicha ABC korreksiya va mana bunaqa diviziyadan keyin bozor yana keyingi level bizada 4469 ekan, почти 4,5 minggacha bozor borishi mumkin. Yil oxirigacha bozor bilmaydi, hattoki $5000 ham demak chiqib ketishi mumkin. Demak, bu D1 grafikdan qilayotgan tahlilimiz H1 time frame ga o'tadigan bo'lsak, demak H1 time frame da bozor hozir 4219 ga qarab kelyapti. Keyingi level yana ko'ryapsizlar. Kechagi demak mana bu yerdagi отскок, to есть mana bu yerdan ko'tarilib retest va keyingi o'rin 4219 ga bozor demak kelishi mumkin. Buni demak hisobga olish kerak. Va bu yerga kelgandan keyin holatga qarab xulosa qilamiz. Bu yerdan yana mana bu holatga o'xshab kuchli demak qulash bo'lishi mumkin mana bu yoqqacha va shunga qarab demak tahlil qilamiz. Elliot to'lqinlari bo'yicha ham bu yerda mana yaqqol ko'rinib turibdi. Birinchi demak ikkinchi, mana bu uchinchi to'lqin bo'lgan kecha 4 va 5-to'lqin hozir ketyapti. 5-to'lqin ketyapti. Undan keyin qanaqadir orqaga ABC korreksiya bo'lishi mumkin. Demak, keyingisi Bitcoin demak konsolidatsiya holatida. Demak, bir tur nizxalashchi kanalimiz va bizada 1-2 mana bu uzun kanalimiz proboy bo'lgan. To есть ko'ryapsizlar, mana bu kanal proboy bo'lgandan keyin birinchi, ikkinchi va uchinchi marta retest va keyingisi уже mana bu uровень kelishi mumkin 1-turga. 1-turga kelgandan keyin bu yerdan qanaqadir divizionni kutamiz. Demak, 1-tur uровень bizada $99,000 ekan. D1 grafikida bu. H1 time frame ga o'tadigan bo'lsak, H1 time frame da bizada to есть hozir nima holat bo'lyapti? Bu yerda demak urovinimiz $115,000 tepadan test bo'lgan. Mana bu ikkita kuchli liniya va hozirgi holat bo'yicha taxminim bo'yicha Bitcoin mana bu urovinga kelsa kerak 108,000 ga va hattoki 104 minggacha tushib kelishi mumkin. Ya'ni mana bu ana kundagi падениyaning minimumini obnovить qilishga. Keyingisi bizda neft marki Brent. Demak, mana bu prognozimiz esingizda bo'lsa kerak. Men retestdan keyin pastga ketishini ham taxmin qilgan edim. Birga bir ishlab berdi. Va hozirgi holat bo'yicha 1.8 da demak zakreplение bo'lmagan, ko'ryapsizlar. Soyachasi bilan demak kesib o'tib, lekin ichkarida yopildi bozor. Va kuzatamiz, agar bozor pastda bunaqa yopiladigan bo'lsa, demak keyingisi уже retestdan keyin sekin-asta yana уже $58 gacha tushib kelishi mumkin. 1 soatlik time frame da esa to есть уже zakreplение boshlangan. Bizada qanaqadir konsolidatsiya holati bo'lyapti. Выходdan keyin retest va keyingi уровень $60 ga 1 soatlik time frame da neft qulashi mumkin. Demak, ko'ryapsizlar, William Gann texnikasi juda ham yaxshi natijalar beryapti bizga va siz ham bu strategiyani qo'llashni o'rgansangiz, uzoq muddatli analiz qilishni o'rgansangiz, adminga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube shapkasida admin silkasini qoldiramiz. Like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'linglar.